Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kutilmaganda kelib qolaman a. Menga obuna bo'lgansiz, Rosh keramik aka. Qani ekranga ko'rsatib yozing. Aha, Rosh keramik yozing. Hozir ko'ramiz kutilmaganda mana. Nima? Men obuna bo'lmagan ekansiz. Taniysizmi o'zi? Ha, kecha kun chiqib ketdim. Nima chiqib ketdingiz? Chiqib ketdin. Nima chiqib ketasiz? Oldin edi narkoskaman, strilaziyaman chiqib. Nima qilay endi? Chiqib ketishgan ekan. Nima yolg'on deb o'yladingizmi? Yo'q, yo'limdan chiqqaningizga. Ya yolg'on deb o'ylagansiz a? Rost ekanmi? 1dan 30 gacha son ayting. 1dan 30 gacha. 7 mi? Mana xohlagan tarafingizdan sanang. Mana $100 dan tashqari. Sanang. 1 2 3 4 5 6 7 oling. 100 ming chiqdi. Ko'rdingizmi? Yo'q joydan. Kutmadingiz a? Yolg'on deb o'yladingiz. Mana shunaqa yolg'on deb o'ylaganlarga nima deysiz? Yo'q, rost ekan. Rostmikan? Qo'ylar. Chiqib ketganlar unaqa qilmanglar. Hozir layklab bosib obuna bo'lganingizda $100 olardingiz. Bizda hammasi rost. Obuna bo'lib qo'yamiz. Videoni Instagramga joylayman. Rozi bo'ling. Sog' bo'linglar.